yangi chiqqan xabarlar bo'yicha, ya'ni Tashiyevning tezkor qaytishi Qirg'izistonga bugun tunda 3 ta qaytgan, ya'ni ertalab juda vaqtli deydimi, xullas tun 3 ta qaytgan va ketma-ket bayonotlar chiqyapti. Jumladan Japarovning, Sadir Japarovning o'sha Tashiyev men uchun kutilmagan bo'ldi deydi-ku. Japarov men uni ogohlantirgandim telefon qilib deb aytdi va men uni qutqardim umuman deyapti. Va bugun ertalab 3 ta kelgani aytilyapti. Bundan tashqari shunday gaplar ko'tarildi. Tashiyev va Japarov o'rtasida prezidentlikni navbat bilan egallash kelishilganmidi degan masalalar ko'tarilgan Hamid aka. Bunga javob bergan Japarov, Qirg'iziston demokratik davlat, davlatni kim boshqarishini bir hovuch odam emas, Qirg'iziston xalq hal qiladi deyapti. Konstitutsiyaga ko'ra hamma ishtirok etishi mumkin. Ya'ni biz kelishib olgandik deyish bu demokratik tamoyillarga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu noto'g'ri degan. Keyin katta masalani aytib ketyapti. Japarovning aytishicha, voqealar xronologiyasi Jo'qorg'i kengashda boshlangan. Alohida deputatlik guruhlari deputatlarni chaqirib, sen biz tomondamisan yoki u tomondamisan degan savol bilan yuzlanadigan bo'lishdi. Biz tomondagilar kim, u tomondagilar kim deb so'ragan deputatlarga biz tomondagilar general tomondagilar, u tomondagilar prezident tomondagilar deb pagonlarni ko'rsatib javob bera boshlashgan. Jo'qorg'i kengashda. Shundan so'ng bo'linish ko'chadagi oqsoqollarga ham o'tdi, deyapti Japarov. Ular muddatdan oldin saylov o'tkazish uchun imzo yig'a boshlashdi va bu eng yuqorida kelishilgan, go'yoki Jo'qorg'i kengash muddatdan oldin saylov e'lon qilmoqchi degan gaplar bilan odamlarni chalg'itishyapti. Sadir Japarov agar vaziyatga o'z vaqtida baho berib, keskin qaror qabul qilmaganida parlamentdagi boshboshdoqlik oddiy odamlar hayotiga ham ko'chardi deb ishonmoqda. Japarov aytayapti. Chunki menda deputatlar va ayrim davlat xizmatchilarini general bilan qo'rqitish faktlari bor edi. Ularga agar biz tomonga o'tmasang, general bilan olishasan deyishgan. Shuning uchun ham shunday qarorga kelishimga to'g'ri keldi. Hamid aka, bu siz o'ylagan narsalarmi yo undan ham chuqurroqmi? Biz birinchi ko'rsatuvda elita dars ketishi bormi degan savolga biroz vaqtli degandik. Ya'ni bunga javob berish. Bunga javob berganda, ya'ni tahlildan keyin shunga keldikki, agar bu jarayonda elita dars ketishi bo'ladigan bo'lsa, Qirg'izistonda oldingi voqealarga o'xshash voqea sodir bo'lishi kerak edi. Ya'ni Japarovning ham o'zi shunday voqealar bilan keldi. Biz bilamiz, ikkita do'st deyapti bir-birini. Hali ham do'st deyapti. Hali ham do'st deyapti va mana shunaqa voqealar bilan o'zlari kelgan edi. Demak, haqiqatdan ham Qirg'izistonda elita dars ketishi bor ekan. Mana shundan ko'rindi va bu yerda G'ayrat Xo'jaga mana ikkalasini bir-birini do'st deyapti-ku. O'zi aslida islohotlar, ruschada bitta gap bor, через колено deydi. Ya'ni qanday usulda desak, tezkor usulda yo'rg'alab amalga oshirilganda shunday bo'ladi. Ikkita o'rtoqda juda katta ambitsiyalar bor, yaxshi ambitsiyalar ham bo'lishi mumkin. Qirg'izistonda oyoqqa qo'yaylik, qarzlardan qutuldi mana. Demak, korrupsiyani yengaylik, ko'chani yengaylik. O'sha hokimiyatga kelayotgan paytda boyagi Kolyami kim degan Qirg'iz degani yonida bo'lgan bo'lardi. Yonida bo'lgan. Ya'ni qaysidir ma'noda nima bilan Pareto tarifi bilan oladigan bo'lsak, u anti-elita bo'lganda. Bu ikkalasi kontrelita bo'lgan, ya'ni. Bu yo'qotishdi-ku. Bu o'zi aslida triumvirat edi bu. Ya'ni triumvirat emas, triumvirat edi. Bu bittasini yo'q qilishdi, gapga ko'nmaganligi uchun. Ya'ni u o'zini, ya'ni jinoyat olamining vakili sifatida e'lon qilib bo'lganligi uchun demak bu narsa sodir bo'ldi. Endi men nima demoqchiman, G'ayrat Xo'jaga, bir narsani tushunish kerak, umuman hokimiyatdagilar ham. Hokimiyat vakolatlarini taqsimlar ekansan, noto'g'ri taqsimlar ekansan yoki umumiy o'yin qoidalari bilan emas, ma'lum bir guruhlar ichida taqsimlar ekansan, ma'lum bir muddat o'tgandan keyin, deylik 5 yil muddat o'tgandan keyin taqsimlangan vakolatlar gapirishni boshlaydi-da. Ya'ni sen qo'ygan o'rtog'ing emas, juda ham yaqin o'rtoq bo'laversin, hokimiyatning vakolatlarining kattalashganligi o'zi tizimni hosil qilib boshlaydi. Bu nima degani? Bu degani davlat miqyosidagi vakolatlar taqsimlanayotganda o'sha vakolatlarning doirasiga yangi shaxsiyatlarning vujudga kelishi. Sen bir muhim vakolatni
ahamiyatli avtoritetga berishing kerak. Bo'lmasa eplolmaydi, u zimmasiga ola olmaydi u narsalarni. Shu narsalarni bajara olmaydi. Va tabiiyki, hozir shunday bo'ldi. Bular taqsimlagan vakolatlar juda katta vakolatlar, Tashiyevga va o'ziga taqsimlagan vakolatlar bundan o'zlaridan tashqarida harakatlanishni boshladi. Masalan, sen kim tomondasan, general tomondanmisan, prezident tomondanmisan deyishi bu Sadir Japarov uchun, ya'ni ikkita o'rtoq kelishdida g'ayrat o'jaga. Sen siloviy strukturani olasan, ya'ni kuchlar tizimlarni olasan, men byurokratiyani olaman. Sening ustunliging real kuch senda bo'ladi, mening ustunligim fasadda men rahbar bo'laman va siyosiy qarorlarni qabul qilaman. Ikkalasi ham ma'lum bir kompromisga borishgan, ikkalasi ham. Va qarabsizki, bular ya'ni shaxs nuqtai nazaridan do'stligi, bir-biri bilan munosabat, hattoki bir-biriga qattiq gapirganligi haqida ham gaplar tarqaldi g'ayrat o'shaga. Tortishuvlar bo'lganligi haqida. Nima bo'lgan taqdirda ham, ya'ni inson hokimiyatga kelgandan keyin deylik, hokimiyatning o'zining qoidalari bor-da. Mana shularga temir qoidalari bor hokimiyatning. Va kelgan paytda deylik, ikkalasining ham demak prezident bo'lish istagi bo'lgan. Ya'ni Tashiyev bekorga emas, u o'zining mediaviyligini saqlab turganligi. Hozir mana shu harakatlar bilan mediaviyligi bo'lmaganda g'ayrat o'shaga bilmadim nima bo'lishini u odam bilan. Ya'ni o'rtada mana shunaqa keyinchalik 5 yildan keyin, 10 yildan keyin albatta bir-biri bilan to'qnashadigan jarayonda bo'lgan va mana shu to'qnashuvni ko'ryapmiz hozir. Ko'pincha kuchlatar tizimlar mediadan uzoqda yuradi qoida bo'yicha. Ko'rinmaydi ular. Va bu ko'rinish tabiiyki keyinchalik o'sha prezidentga, davlatni o'sha yakkaboshchilik asosida boshqarayotgan insonga ma'lum bir tahdidlarni vujudga keltirish mumkin. Va biz shuni kuzatyapmiz. Endi yana bir jihati bor-da, bular nimani ham, parlamentni ham to'g'ri isloh qilmagan, ya'ni. Parlamentda pagonlilar ko'payib ketib qolganda. Oldingi, keyingi deylik, o'sha ishlagan va umuman mana shu kuchlar tizimlarga yaqin odamlar ko'payib ketib qolgan. General tomondamisan, aynan Tashiyev emas, general tomondamisan deyotgani bu yerda muhim. Ya'ni bu harbiylar tomonidan, harbiy shunaqa o'sha kuchlar tizimlarida urg'ulayotgani. Shuning uchun o'sha efirdan oldingi suhbatimizda aytdingiz, G'ayrat o'jaga. Men ham qo'shilaman bu gapingizga. Ya'ni Qirg'izistondagi vaziyat jiddiyga o'xshab ko'rinyapti. Men hozir bir savolga javob berib ketaman, keyin Hamidga shu bo'yicha savol bor. Boya yodimdan ko'tarilibdi. Ya'ni Rossiyada nima Sputnik internetlari yo'qmi? U ham Starlinkka qarab qolgan ekan. Elon Musk ulardan o'chirsa, ularni ham to'xtatgan. Qarang, Sputnik interneti bu haqiqatan bu hamma davlatlar chiqarmagan. Ya'ni Sputnik va Sputnik interneti boshqa narsa. Ya'ni sun'iy yo'ldosh va sun'iy yo'ldosh interneti boshqa narsa. Ya'ni Rossiyada sun'iy yo'ldosh to'la yotibdi. Bu Sovet davridan bir juda ham ko'p sun'iy yo'ldoshlar chiqarilgan. Lekin aynan internet tarqatish uchun sun'iy yo'ldoshlar bu boshqa kategoriya umuman va bu bo'yicha endi haqiqatan deylik hamma davlat ham maqtana olmaydi. U adashmasam faqat Amerikada bu bo'yicha real imkoniyatlar hozir men endi Xitoy ham tayyorgarlik. Endi Xitoy ham, mana hozir aytib ketaman. Starlink mana bugungi kunda, ya'ni hop qarang. Kimlar bor bu bozorda? Mana aytib ketaylik. Starlink bor, SpaceX, Viasat, demak oldingi EchoStar bor, bu HiSnet bo'ldimi hozir? Amazon Leo, oldingi Cooper, proyekt Cooper. Mana shular bor o'zi. O'zi juda ham kam, eng absolyut yetakchi Starlink. Bozorni, ya'ni absolyut yetakchisi. Shuning uchun u Rossiyami, u deylik Ukrainami, Hindiston hammasi bunga qarab turadi. Eronda ham hattoki mana shu narsa muammo ko'tarildi. Endi hozir harakatlar bor. Aytish mumkinki, mana Xitoy o'zinikiga harakat qilayotgani aytilmoqda. Xitoy, Rossiya ham harakat qilyapti. Roskosmos orqali o'zining mana shunday internetiga ega bo'lishga, lekin bu oson bitadigan ish emas. Bu degani ancha Sputniklar uchirish kerak degani infrastruktura. Shuning uchun ya'ni Rossiya u Sputnik sun'iy yo'ldosh internetdan foydalanyapti deganda Rossiya demak o'ta kuchsiz degani emas. Bu boshqa masalalar, bir-biriga aloqasi yo'q masalalar. Xo'p, Hamid aka bir muxlis savol beryaptilar. Xo'p. Hamid aka, demak Tashiyevning ketishi
astrakizmmi? Kecha biz topolmadik. Ha, astarkizm. Eslolmadik. Astrakizmmi? Ya'ni chig'anoqlar bilan ovoz berishmi? Yo'q, o'zi aslida unaqa emas. Unaqa emas. Unaqa emas, ya'ni astarkizm vujudga kelishligi uchun u borligi bilan hokimiyatga zarar yetkazayotgan bo'lishi kerakda. Ya'ni Tashiyev bu amaldagi hokimiyatdagi odam edi. Astrakizm bo'yicha umuman hech qanday nimasi bo'lmasa ham, masalan, mansabi bo'lmasa ham, uning o'sha shahar davlatda mavjudligining o'zi balansni buzishi mumkin-da. Shular ketishgan. Masalan, juda katta janglarda yengan odamlar bo'lganda, Hayrat Xo'jak, forslar bilan urushda, bilmadim, boyagi poni urushlaridami, endi davrlarni aniq bilmayman, nima bo'lganda ham katta urushlarni yengan, xuddi nimaga o'xshagan generallar bo'lgan. Urush yo'q paytida hech qanday lavozimi yo'q, lekin o'zining mavjudligi bilan balansga ta'sir ko'rsatgan. Masalan, oddiy inson sifatida ovoz berishga kelsa ham u boshqacha ishtirok etganda. Shuning uchun unday odamlarga o'sha astrakizm bilan sopol degani bu. Mana shu sopolchalarga o'sha ismni yozib qutiga tashashgan. Kimning ismi ko'p chiqadigan bo'lsa, shuni 10 yilga shahardan haydashgan. Endi lekin tashqi jihatdan o'xshab ketadi. Hozir qaysidir ma'noda Japarov o'sha astarkizmdan foydalanayotganligini bir qandaydir belgilari mavjud.